12 mashinamizga zavodskoy qilib propan установка qilib berdik. Bunga IB italyanskiy MP48 OBD elektron blogini qo'yib berganmiz. Toza italyaniki. Injektorlarimiz I+, kranchtilarni ham ko'rishingiz mumkin. Hech qayerga ishqalanmaydi. Xo'p, mabdatchigimiz 5/5 barli. Bu mabdatchi suvda ham kuyib qolmaydi. Dog'lasa bitta videolarni qilib beramiz tekshirib. Xo'p, filtrni ham zavodskoy kranchtilari bilan qotirganmiz. Monogarazli filtr. Italyanskiy reduktorimiz 199 kuchiga mo'ljallangan italyanskiy kranchtilarni ham ko'rishingiz mumkin. Akkuratni qilib joylashtirib berganmiz, zavodskoy qilib. 65 litrli silindroniya balon qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, orqada joyda ham yetarlicha joy qolgan. Bunga ostatkani ko'rsatib turgan datchiklarni ham qo'yib beryapmiz. Ichkarida ko'rsatib turadi. Polniy terma trubkalarni qo'yib berganmiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqa chiqarsa, manzilimiz Qo'qon shahrida. Knopkasini mana ko'rishingiz mumkin, joylashtirib berdik. Mashinamiz hozir gazda ishlab turibdi. Mashinamiz gazga o'tkazganmiz. Injektorlar tekshirib ko'ramiz.